Sibir buxoroliklarga tegishli bo'lganligini bilarmidingiz? Hozir buni batafsil tushuntirib beraman. 16-asr Rossiya podshohligi o'z siyosat tig'ini sharqqa, Sibirga tomon tezkorlik ila kengaytirib borardi. Sibirni o'sha vaqtda Jo'jining Shaybon ismli o'g'lidan tarqalgan avlodga mansub bo'lgan Kuchum ismli shaxs boshqarardi. Kuchum afsonalarda aytilishicha asli Buxoroda tavallud topgan va Shayboniy Abdullaxon uni Sibir taxtini qo'lga kiritishiga yordam bergan. Kuchum siyosiy faoliyati Ermak boshliq rus qo'shiniga qarshi urushlar bilan o'tdi. Deyarli 25 yildan ortiq mobaynida Kuchum Sibirni ruslardan himoya qildi. Buxorolik din ulamolari Sibirda islomni yoyish uchun jonbozlik ko'rsatdilar. Faqatgina 1598-yilgi jangda Kuchum yengilgach, Sibir uzul-kesil mag'lub bo'ldi. Kuchum 1601-yili oilasi qamoqqa olingach o'zini o'ldirdi. Uning mag'lubiyati va Sibirning egallanishi Abdullaxon vafoti tufayli ro'y bergan deya taxmin qilsak bo'ladi.